paki süzüp aladigan gap. Konlarda bir gap bor ukam. Polo qo'rishdan, sho'rp so'rishdan. Do'stlar, shu qo'y go'shtini qaynatgan sho'rpa deb o'yladi. Amaliyot qo'y go'sht sho'rpasi emas do'stlar. Mana bu shuna yeni so'ygan qo'yning jilik bog'isini qaynatib chiqirmiz do'stlar sho'rpini. Qarang ukam, ma bog'ida liqqida jilik mana. Ko'rdingizmi? Ameliyatda ukam buni bog'u bog'is sho'rpasi demay, jilik sho'rpasi desakmi tamamen to'g'ri bo'ldi. Oilda mush quvvatli bir tomoq qilib baqsam bo'ldi deydigan do'stlar, mush sho'rpamni cho'qim bir sinab qilinglar. Oldi bilan mana bog'izlarimizga suvni quyib, pakiz bir yuvib olamiz. Bog'dagi mush qilqatlarimiz pakiz chiqadi. Ham bu yangi bog'izlar shuna olsinmi? Ham shuna ushaqcha qilqatlari hamiz chiqadi. Qarang ukam, jilik ma'o mana, jilik. Oho, sap jilik ma'o. Hamda yuvib tayyor qilib olgan bog'izlarimizni sho'rp chiqargan to'nlarimizga selib olamiz. Do'stlar, sho'rpi azroq mayliq bo'lish uchun mana bundaq sap qo'ydim. Bir pash tashlaymiz. Sho'rpining texim chiqish uchun yerlik quyruq maydan 2 pash tushilib sho'rpa tashlaymiz. Sho'rpa quyruq may ishlatgan vaqtimizda do'stlar, cho'qim mana shunday yerlik qo'yning bo'lsin. Qalaymiqan may ishlatib qo'ysanglar, sho'rpaga g'ayriy puroq kirgizib qo'ydi. Oho, ma quyruq may ko'dingmi ukam, irib turdi-ku, ma xamli yegan kagidek. Voy, nimniga isilmay ma. Mana do'stlar, jiq emas. Shunda 2 kilo pach quyruq may beramiz. Nima uchun quyruq may beradigan deb o'ylab qolmanglar do'stlar. Quyruq may sag'an sho'rpa vekshib taqriq chiqdi. Do'stlar, bog'izlarimizni sep bo'lib, ham sovuq suvimizni quyib qaynatamiz. Mana do'stlar, bog'izlarimiz cho'kidek suv quyib, do'stlar suv quyib bo'lgandan keyin endi tovoqni yepib, sho'rpalarimizni qaynatamiz. Ukam endi sho'rpalarimizni qaynab, qaynagandan keyin endi bunda ko'piklarni birdan-birda usib elvetimiz ukam. Qarang, bunda ko'piklarni pakiz suzib oladigan gap. Konlarda bir gap. Go'shtning sho'rpasi suzib chiqdi ukam. Bog'izning sho'rpasi mana bunda oppoq sutning rangida bunda chiqdi. To'liqlik gay degan gap mana jilik degan erib, meyve bo'lib ketib bordi. Oldigan 2 soat qaynatamiz. 2 soat qaynatgandan keyin sho'rpamiz tayyor bo'ldi. Sho'rpamiz tayyor bo'lguncha buning ketarlik ko'katlarni selib etamiz. Do'stlar, sho'rpamiz qaynabdi, endi cho'qim sho'g'li beramiz. Mayli avvalda bog'ni qaynatinglar yoki go'sht selinglar, cho'qim sho'g'lidan 1-2 tal qetib o'tinglar. Sho'rpining ta'mi ajoyib shirin chiqdi. Sho'xlini mana shundaq diniza holatda qo'ysak bo'ldi. Sho'xni mana shundaq dinizni to'g'rab sho'rpa to'kitimiz do'stlar. Sho'xning roli do'stlar, sho'rpaga vijinni haqiqiy ta'mini berdi do'stlar. Tabiiy vijin deb atsak bo'ladi do'stlar sho'xni. Irib ketgich qaynatamiz do'stlar. Ko'rdinglarmi? Ananiki sho'xning haqiqiy payz ta'mi chiqdi. Hamda tovoqni yepib, rav rustimlar